Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Akalar, navbatdagi ishlarimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bitta delani burchagini o'raydigan bitta yulduzchasidan burchamiz tayyor bo'ldi. Kesishlarni ko'rsatib beramiz. Kesavering. Nima deyapti bu kesishlarni? Уже 8 qirrali burchamiz tayyor. Bitta delani ham kesishlarni ko'ramiz. Qilov maqani hech nimalari yo'q. Xudo xolasa buni Buxoroga dostavka qilib beramiz. Kimgaki shunaqa stanoylar kerak bo'lsa, pastga nomer qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari stanoylarimiz ham bor. Yulduzcha, bu ham delan. 3D'ni tasmasini kesib beradiganimiz ham bor. 1,5 metrlik universal burchak oladigan. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib dostavka qilib beramiz.